kichkinagina bo'lishiga qaramasdan ildiz otgan suvda qoidalarni aytamiz. To'g'ri qiladigan bo'lsangiz, birinchi marotaba qilayotgan odamda ham albatta o'xshaydi. Ya'ni takrorlab o'taman. Qaynatilgan suv quyish kerak. Distirlangan bo'lsa ham bo'laveradi. 18 gradusdan yuqori bo'lgan joyda turish kerak. Ildiz otish tezroq bo'ladi. Yorug' joyda bo'lish kerak. Yorug' yetarlicha bo'lish kerak. Eng asosiysi, suv quyayotganda suvni ko'p quymaslik kerak. 1-2 sm suv quyasiz, o'shani o'zi yetarli bo'ladi. Agar sizni gulingiz, qalamchangiz kichkina bo'ladigan bo'lsa, kichkina deganda shunaqa. Uni tagiga salfetka solib yuqoriroqqa ko'tarish kerak. Chirish ehtimolligi kam bo'ladi. Katta bo'ladigan bo'lsa, o'ziga solib qo'ysangiz bo'laveradi. Suvini doim almashtirilmaydi. Bir hafta 10 kunda sarg'ayib ketadigan bo'lsa, o'ta unda almashtirsangiz bo'ladi. Shu qoidalarni to'g'ri bajaradigan bo'lsangiz, albatta o'xshaydi sizda ham. Harakat qilib ko'ring. Bir marta xato qilasiz, 2 marta xato qilasiz, undan yog'iga xatolardan to'g'ri xulosa chiqarib ildizlatishni o'rganib olasiz.